Siz ko'proq qaysi halva degansiz? Mana bundanmi yoki bunisidanmi? Sizga qaysi birining ta'mi yoqadi? Kommentariyga yozib keting. Bizda siz xohlagan hamma turdagi halvalarimiz bor. Xudo xolasa, pachkali deysizmi, kiloli deysizmi, barcha turidan chiqarib beramiz. Hozir bu 300 grammlik halvalarimiz, mana 400 grammligi bor. Shuni yo'q bo'ldi. Hop, bu yuklarimiz xudo xolasa Buxoroga ketyapti. Oramizda Buxoroliklar bormi? Bitta like bosib, podpiskani bosib qo'yinglar. Kimga shunaqa mazali holvalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Yeb ko'rish bepul.